Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20'da. Farg'ona yangi qo'rg'on 35'da. Hop 070 64 31. Assalomu alaykum Parvoz aka-ukalar. Sog' salomat yuribsizlarmi? Ro'za Ramazon hammaningga muborak bo'lsin. Ro'zaning birinchi kuni. Farg'onadan bir akamiz 35 ta tuxumga zakaz qildilar. 20 tasini chiqarib yuborganman. Bundan tashqari hozir Toshkentdan, Chirchiqdan bir xo'roz kelgan. O'sha oyog'ida 10 ta kalsosi bor xo'roz kelganda. Uni qaytarib yuborganman hozir. Yoniga bitta makon qo'shib qaytaryapman. Bolasini olib tuxumini yig'ib olganlaridan keyin makonni menga qaytarib yuboradilar. Hozir ularimizni ham tayyorlaymiz. Hop, tuxumga bulardan keyinga kuru tovuq tayyorlab turishlari kerak bo'lgan akamiz Xorazmga hozir bundan keyingi ochrit Xorazmda 1429 raqam egasi. Undan keyin Andijon 0889 raqami. Sirdaryoga bor ekan 3173. Surxondaryo 7004. Oltiariq 7952. Oltiariq 5990. Mart oyiga nima qilingan. Endi bulardan oldinda ham ochritlar bor. Bitta narsa, hozir meni o'quvdingiz, keyin boshqa berdingiz degan gap so'z bo'lishi mumkin. Bulardan oldin tuxum zakaz qilganlar bor. Misol mana Xorazmdan Shavkat aka zakaz qilganlar. Misol kuru tovuqlari yo'ligini hisobiga chiqarmay turibman. Fevral oyiga zakaz qilingan. Men Toshkentga bor hozir. Bular ham zakaz qilganlar, ochritlari ushi kelib damdan o'tib ketgan. Agar telefon qilib qolishadigan bo'lsa, hozirgi o'qib o'tgan ochritlarimdan oldin chiqarib yuborishim kerak. Chunki bular uji ancha oldin zakaz qilishgan. Bu yerda yana chiqarishim kerak bo'lgan Namanganga. Bular ochritga yozilgan ekanlar, to'lov qilmagan ekanlar hali. Namangan o'zimizga. Misol 2-3 ta mashaka ochritlar bor-da. Pashta 4 ta ochrit bor. Men hozir birinchi o'rinda aytib o'tgan, hozir ismlarini aytib o'tdim. Bundan keyinga mashakalarga chiqaramiz deb. Bitta narsaki, agar bular telefon qilib turib, sizlardan ancha oldinda turishadi bular. Kuru tovuqim tayyor Ilyosbek deydigan bo'lsalar, birinchi o'rinda bularga chiqarib yuborishim kerak. Siz menga aytdingiz degan gap so'zlab qoladi-da. O'shanga bular sizlardan oldinda siz menga aytdingiz, YouTube'da o'qiyordingiz, mana ismimni menga chiqish kerak edi degan gap so'zlar bo'ladi. Bir-birimizga tushunmovchilik bo'lmasin. Shuning uchun aytib qo'yaman. Bu yerda kuru tovug'i yo'q. Uni o'rniga chiqarayotganman-da hozir. Qachon kuru tovuq tayyorsa, sirasi chiqarib yuboraman. Ular doimiy ochritda boshda turishadi. Gapga qo'sh. Bu yerda mashaka tushunmovchiliklar ham bo'lib turadi. O'shaning uchun ogohlantirib qo'yaman. Misol tuxum zakaz qildingiz, ochritingiz keladigan ochritingiz kelgan paytda kuru tovuqingiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, sizdan keyingi ochritga chiqib ketaveradi-da. Siz doimiy birinchi o'rinda turaverasiz, ochritda turaverasiz. Qachon kuru tovuq topganingizda kuru tovuq topdim desangiz, sirasi chiqarib yuboriladi. Shunaqa gaplar. Bizda xudo xolasa yangiliklarni yaxshilari ham bor. Yaxshilari bo'ladiganlari ham bor. Xudo xolasa
Endi Xudo xolasa uni vaqt davomida sizga ko'rsatib o'tamiz. Yaxshi narsalar keladigan joylar turibdi hozir. Xudo xolasa kelib qoladi. Shunaqa yangiliklar. O'zingizda nima gap? Tinchmisizlar? Ro'zalarni mana boshlab oldik, Xudo xolasa. Hammamizga ham Alloh sabr bersin. Endi boshida baribir 2 kungacha odam ozgina qiynaladi. Undan keyin yaxshi bo'lib qoladi. Alloh ham o'zi sabr berib qo'yadi. Aka-ukalar, bugungi yangiligimiz shunaqa. Oyoq tangalari bo'yicha. Mana telefon qilishyapti. Ilyosbek 3 kun bo'ldi, 5 kun bo'ldi, tashagandim. Ko'rmayapsan deb shunday deyapti. Xudo xolasa hammasini ko'ryapman. Imkoniyat darajasida faqat bitta narsa, xabar tashagandan keyin bir kunda hech bo'lmaganda 1 marta yo 2 marta xabarni yangilab turing. Siz bitta yozib turib, shundan qachon meni javob berishimni kutmang. U pastga tushib ketib qoladi. O'shuning uchun yangilab turing. Xabarni yangilab tursangiz, ana shunda oldi qatorga chiqib turadi. Telegramga kirganimda o'sha javob berib o'tib ketaman. Chunki Telegramga kirganimdan keyin voy neyni dedim. Telegramga kirgandan keyin o'sha misol 50 tami, 100 tami, 150 tami imkoniyat darajamda javob beraman. Ash paytda javob berib o'tib ketaman. O'shuning uchun bitta xabarni yozib qo'yib, u xabarga javob kelishini kutib o'tirmang. Xabarni yangilab turing. Xabarni yangilab tursangiz, o'shanda javob beriladi. Qalay, kuchi yaxshimi? Yangi olib keldim shuni. Padarka bo'ldi. Shunaqa gaplar aka-ukalar. O'shuning uchun xabarni doimiy bir kunda bitta ikkita yangi xohlagan bitta harfmi yo nimadir bo'lsa, shu yozib tashab tursangiz, oldi qatorga o'tib turadi. O bitta xabarni yozib qo'yib, shundan javob kelishini kutmang. Xabarni yangilab turing. Shu uyingizdan chiqayotganda Telegramdan bitta xabarni yozingda, uyimga kelgandan keyin aka men xabarimni ko'rsating deng. Ko'rsatib qo'yaman. O'sha 1 soatda yetib kelasizmi, 2 soatda yetib kelasizmi? Qanchada yetib kelsangiz ham yozgan xabaringizni ko'rsatib qo'yaman. Qanchalik pastga tushib ketganini. O'shuning uchun doim xabar yangilab turish kerak. Shunaqa gaplar. Joyingiz sog' bo'lsin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik, diydorlashaylik. Keling undan ko'ra iftorlik qilib beraman. Omon bo'linglar.